Propanga datchik so'ragan akalarimiz mana Onyx mashinasiga sifrovoy datchik qo'yib berdik. Kimga narx qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Bungacha bunga qo'yilgan abonentlar bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Bu italyanskiy komplet qo'yib berdik. IB firmasidan MP48 OBD elektron miyasi, mashina polniy analiz qiladi, ortiqcha chek yozuvlar olmaydi. Hamda IPLus injektorlarimiz, hamda suvda ham kuymagan map datchikimiz, maxsus mnogorazli filtri hamda Tomasetto italyanskiy Nordi reduktorimiz chiqmaslik uchun maxsus termotrubkalar bilan akkuratli qilib qo'yib berganmiz. Shunga baho berasizlar. Orqa qismiga Turkiyada ishlab chiqarilgan 65 litrli Turetskiy Atker ballonlar bilan akkuratli qilib qo'yib berganmiz. Joylari ham mana ancha kattagina qolgan. Chiqmaslik uchun maxsus termotrubkalar hamda havo chiqaradigan kranlari hamda asosiy ko'rsatadigan datchiklar bilan. Kimga narx qiziq bo'lsa, datchigimizni o'zini narxi 1 million so'm o'rnatib berish xizmatlari bilan manzilimiz Qo'qonda bemalol aloqaga chiqa olasizlar.